Audi A4 RS. Mashinaga qiziqmaydigan akalarimizdan bu mashinani ko'rsa qiziqib qoladi. Ma'lumoti qanaqa aka mashinamiz haqida ma'lumot bering. Mashinani ma'lumoti oliy universitetni bitirgan. Yo'q, mashinani ma'lumoti aka. Mashinani ma'lumoti 2009 Aha. Audi RS. Xo'p, motor 1.8 turbina, variator korobka, probegi 145 ming atrofida. Xo'p, mashinaga $5000 rasxod qilingan. Mana shu ko'rib turgan body kit deydi, RS body kit qilingan, fara, ablesovka, bamperlar, mana shu arqa stoplar, diskalar, hamma narsa RS qilingan. Mashinaning hech qanaqa kami yo'q, ходовой, подовой, kompyuter sistemalar hamma joyi chotki. Rasxodi qanaqa mashinani? Mashinani rasxodi shaharda ichida 10 litr atrofida, Dannida 6,5 ta 7 ta haydashingizga qarab o'zgaraveradi. Mashina super omad. Eng qiziq tomoni buni narxi aka. Bo'ladigan narxi naqdga oxirgi narxi necha aka? Oxirgi narxi 18 ming bo'lsa berib yuboramiz. Undan nariga to'g'ri kelmaydi. Sababi o'zimizga mashina 20 mingdan o'tib ketgan.